Saturn gazli gigant toifasidagi sayyoralardan biri bo'lib, Quyosh sistemasida Quyoshdan uzoqligi jihatdan 6-chi va kattaligi bo'yicha Yupiterdan so'ng 2-chi sayyora. Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugun sizlar bilan Quyosh sistemasidagi o'ziga xos sayyoralardan biri bo'lgan Saturn sayyorasi haqida suhbat yuritamiz. Marhamat, tomosha qiling. Saturn Quyosh tizimidagi sayyoralar ichida oddiy ko'z bilan ko'rish mumkin bo'lgan 5 ta sayyoraning so'nggisi. Undan olisda joylashgan sayyoralarni teleskoplarsiz ko'rish imkonsiz. Saturn yer osmonida yorqin yulduzdek ko'rinuvchi boshqa sayyoralar singari insoniyatga qadimgi davrlardan ma'lum. Sayyora qadimgi rimliklar mifologiyasidagi xudo Saturnus sharafiga nomlangan. Saturn sayyorasi Quyoshdan Yerga nisbatan qariyb 10 martaga olisda, salkam 1,5 milliard kilometr uzoqlikda joylashgan. Saturn sayyorasi orbitasi bo'ylab 9,7 km/sekund bilan harakatlanib, Quyosh atrofini 29,5 yer yilida to'liq bir aylanib chiqadi. O'z o'q atrofini 10 soati 14 minutda aylanib chiqadi. Qutublari tomon esa bu ko'rsatkich sekin ortib boradi. Sayyora o'z o'q atrofida qariyb 27 gradusga egilgan holda aylanadi. Saturn Quyosh sistemasida kattaligi jihatdan Yupiterdan keyingi 2-chi sayyora. Hajmi Yer hajmidan 763 martaga katta. Og'irligi esa Yerning og'irligidan 95 martaga og'ir. Sayyora ulkan hajmga ega bo'lsa-da, undagi zichlik ancha past. Saturndagi zichlik suvning zichligidan-da past. Agar Saturnni ulkan hajmdagi suvlikka joylashtirishning imkoni bo'lganida, Saturn suvga sho'ng'ib ketmasdan suv yuzasida suzib yurgan bo'lardi. Saturn sayyorasi asosini asosan vodorod tashkil qiladi. Shuningdek, kam miqdorda geliy va boshqa kimyoviy unsurlar ham bor. Saturn atmosferasi ham asosan vodoroddan iborat. Qisman geliy, metan, etan, ammiak va boshqa xil gazlarni uchratishi mumkin. Sayyora markazida og'ir unsurlardan tashkil topgan yadrosi joylashgan. Yadrosi yuzasida metall ko'rinishdagi vodorod va molekulyar ko'rinishdagi suyuq vodorod qatlamlari mavjud. Bundan ko'rinib turibdiki, Saturn yuzasi ham suyuqlik va gazlardan tashkil topgan. Saturn sayyorasi ham kuchli magnit maydoniga ega. Uning magnit maydoni 1 million kilometrgacha cho'zilgan. Saturnda ham qutb yog'dular mavjud bo'lib, u boshqa sayyoralarnikiga o'xshamaydigan ko'rinishda, ya'ni doira shaklida kuzatiladi. Yuzadan qaraganda Saturn sokin sayyoradek tuyuladi. Ammo sayyora yuzasida soatiga 1800 km tezlikda esuvchi shamollar mavjud. Buni sayyora sirtidagi alohida bo'laklarga bo'lingan chiziqlar va dog'lardan ham payqash mumkin. Bunday dog'larning eng yirigi oq oval deb nomlanib, chamasi har 30 yilda bir ko'rinish beradi. Saturn yuzasi anchaga sovuq. Sayyora sirtidagi o'rtacha harorat -180 gradus atrofida. Saturn sayyorasi deganda ko'pchilikning ko'z oldiga Saturnning halqalari gavdalanadi. Asosan fazoviy chang, muz va tosh bo'laklari Saturn atrofida disk shaklida ulkan halqani tashkil qilgan. Bu halqalarning umumiy diametri 250 ming kilometrgacha yetadi. Ammo halqalar kichik zarralardan tashkil topgan bo'lib, qalinligi kilometrga ham yetmaydi.
Ba'zan Saturn Yerga nisbatan qiya holda turib qolganida go'yoki Saturnning halqalari yo'qolib qolgandek ko'rinadi. So'nggi tadqiqotlar natijasiga ko'ra, Saturn tabiiy yo'ldoshlari bo'yicha Quyosh sistemasida rekordchi bo'lib turibdi. 2020-yilga qadar Saturnning 82 ta tabiiy yo'ldoshi borligi aniqlangan. Titan Saturnning eng yirik tabiiy yo'ldoshi bo'lib, uning kattaligi Merkuriy sayyorasidan ham katta. Titan kattaligi bo'yicha Quyosh sistemasidagi tabiiy yo'ldoshlar ichida Yupiterning tabiiy yo'ldoshi Ganimeddan so'ng ikkinchi o'rinda turadi. Titan Quyosh sistemasida qalin atmosferaga ega yagona tabiiy yo'ldosh. Titan azot, metan va etan bulutlaridan iborat atmosferaga ega. Titan yuzasida daryolar va ko'llar mavjud. Ammo bu daryo va ko'llar Yerdagi kabi suvliklardan emas, suyuq metan gazdan tashkil topgan. Saturnning yana bir tabiiy yo'ldoshi Enselad yuzasi esa qalin muzliklar bilan qoplangan. Ushbu muzliklar tagida sodda bakteriyalar ko'rinishdagi hayot bo'lishi ehtimoli mavjud. Zaminimiz Yerdan 1,5 milliard kilometr olisda qandaydir hayotning mavjud bo'lishi ehtimoli borligi taajjublanarli, ammo bu ilmiy taxmin xolos. Enseladda haqiqatdan hayot bor yo'qligi hozircha o'z isbotini topganicha yo'q. Saturn sayyorasini qadimgi davrlardayoq xalqlar turlicha nomlar bilan nomlashgan. Jumladan qadimgi Vavilonliklar Kayman, qadimgi Yunonlar Fenon, qadimgi Hindlar esa Shani deb atashgan. Ulug' ajdodimiz mutafakkir Alisher Navoiy o'zining Xamsa asarida Saturn sayyorasini maxluq hayvon sayyora deb tilga olib o'tgan. 17-asr boshlarida birinchi bo'lib teleskop yordamida Saturnni kuzatgan italiyalik Galiley g'ira-shira ko'ringan Saturn halqasini uning yo'ldoshlari deb o'yladi. Undan keyinroq kuchli teleskop yordamida Saturnni kuzatgan golland astronomi Huygens Galiley aniqlagan jismlar yo'ldosh emas, Saturnning disk shaklidagi halqasi ekanligini aniqladi. Shuningdek, Huygens Saturnning eng yirik yo'ldoshi Titanni kashf etgan. Keyinroq Saturnni o'rganib borgan Giovanni Cassini, William Herschel, William Pickeringlar Saturnning bir qancha yo'ldoshlarini hamda halqalarini qanday tuzilganligini ochib berishdi. 1944-yili Gerard Kuiper Saturnning yo'ldoshi Titan kuchli atmosferaga ega ekanligini aniqladi. O'tgan asrda AQSh tomonidan uchirilgan Pioneer 11, Voyager 1 va Voyager 2 avtomatik stansiyalari Saturn yaqinidan uchib o'tib, Saturn va uning yo'ldoshlarini ilk suratlarini va ular haqidagi ko'plab ma'lumotlarni ilm-fanga taqdim etdi. Saturnni o'rganishda eng asosiy vazifani 1997-yili uchirilgan Cassini-Huygens fazo apparati bajardi. Cassini apparati 2004-yildan Saturnning sun'iy yo'ldoshiga aylantirilib, 2017-yilning sentyabriga qadar sayyora va uning yo'ldoshlarini o'rganib bordi. Aynan Cassini apparati Saturnni ilm-fanga yashirin bo'lgan sirlarini ochib berdi. 2005-yili Huygens zondi Cassinidan ajratilib, Saturn yo'ldoshi Titan yuzasiga qo'ndirildi va Titan haqidagi qimmatli ma'lumotlarni ilm-fanga taqdim etdi. Dunyoning bir qator ilg'or davlatlari Saturn sayyorasini yanada izchilroq tadbiq qilish maqsadida yaqin kelajakda ko'plab fazo apparatlarini sayyora tomon uchirishni rejalashtirishmoqda.
Jumladan, NASA va Yevropa kosmik agentligi hamkorligida tayyorlanayotgan Titan Saturn System Mission nomi bilan ataluvchi avtomatik stansiyani Saturnga uchirilishi bu kabi loyihalarning eng asosiysi bo'lishi kutilmoqda. Shuning bilan videomizga ham yakun yasaymiz. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha deb qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.